Assalomu alaykum hurmatli DentMed kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan endi motorlar qanaqa ishlashi, funksiyalari va xarakteristikalari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Video davomida bo'lsa, Denko firmasini eMate Pro endi motoridan foydalanaman. Bu endi motorimizni DentMed do'konlaridan sotuvda topishingiz mumkin. Xo'p, unda boshladik. Odatda endi motorlarda 9 ta yoki 10 ta programmani xotirasiga o'rnatib foydalanishingiz mumkin. Aynan bu endi motorimizda xotiralar soni 9 tani tashkil etadi. Xarakteristikalariga kelsak, tork, ya'ni aylanish momenti maksimum 4 newton santimetrgacha yetib boradi. Оборотlar soni bo'lsa, minutiga 1000 martagacha yetib boradi. Оборотlar sonini 600 dan oshirgan paytingiz tork avtomatik ravishda 3 newton santimetrga tushadi. Batareya sig'imi bo'lsa, soatiga 1500 milliamper. Endi motorimiz rejimlariga kelsak, 4 xil rejimda ishlaydi. Bular forward soat bo'yicha oldinga aylanadi, reverse soat bo'yicha orqaga aylanadi. Reciprocating, ya'ni tebranuvchi harakat, bunda oldinga shuncha gradus, orqaga shuncha gradus deb belgilab bersangiz, o'zi shunaqa ravishda aylanadi. Va oxirgi rejimimiz avtomatik tork control, ya'ni aylanish momentini avtomatik ravishda nazorat qilib turadi. Endi motorimiz rejimlarini demonstratsiya qilish uchun Denko firmasini mana shu trenirovichniy naboridan foydalanamiz. Bu naborni ham DentMed do'konlaridan sotuvda topishingiz mumkin. Naborimiz ichida birinchi navbatda endi modeli bo'ladi. Shpress, ruchnoy fayl, gutapercha va D-shaper proteperlardan bo'ladi. Birinchi rejimimiz forward, ya'ni boya aytganimizdek soat bo'yicha oldinga aylanadigan rejim. Kerakli tork tanlangan 0.9 newton santimetr. Kanal ichidagi qarshilik shu kuchga yetib borganda endi motorimiz avtomatik ravishda orqaga aylanishni boshlaydi. Indikatorda ko'rib turishingiz mumkin. Ikkinchi rejimimiz reverse, soat bo'yicha orqaga aylanadigan rejim. Kerakli tork tanlangan, оборотlar ham to'g'ri tanlangan. Soat bo'yicha orqaga aylanadigan rejimimiz. Bu rejim odatda kanalga gidroksid yoki boshqa suyuqliklarni jo'natishda foydalansanglar bo'ladi va kanalni eski materiallardan tozalashga ham asqotadi. Uchinchi rejimimiz reciprocating, ya'ni tebranuvchi rejim. Oldinga va orqaga graduslarni belgilab berasiz. Shu graduslar ostida orqa oldinga aylanadigan rejim. Va nihoyat 4-chi rejimimiz avtomatik tork control, ya'ni aylanish momentini avtomatik ravishda nazorat qilib turadi. Bu rejimda kerakli tork momentini tanlab olasiz. Bizda 0.6 newton santimetr tanlangan. Qarshilik shunga yetib borganda fayl tebranib aylanishni boshlaydi. Faylni sinish yoki tiqilib qolish xavfini oldini oladi. Tor kanallar yoki egri kanallarda ishlashda qulaylikni ta'minlab bera oladi. Shu bilan endi motorlar haqidagi qisqacha ma'lumotlarimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda nimani obzor qilib berishimizni xohlardingiz, kommentariyalarda yozib qoldiring. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.